Salom do'stlar, Samandar Official kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda do'stlar men sizlarga tayyor bannerlar to'plamini qayerdan olish kerakligini ko'rsatib o'rgataman. Ya'ni bugungi videoroligimiz endigina YouTube'da faoliyat yuritayotgan yosh blogerlar uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Chunki ular hali dizaynerlikka unchalik eplay olishmaydi va bannerlarni chiroyli qilib yasasha olmaydi. Bugungi videolar orqali esa tayyor bannerlar to'plamini qayerdan olib, o'zlariga bemalol ishlatib olishlari mumkin. Bu bannerlar telefonda ham, kompyuterda ham bemalol o'zlariga to'g'ri bo'lsa bo'ladi do'stlar. Sayt manzili videorolik ostida bo'ladi. Videorolik ostidagi saytdan o'tib bemalol o'zlariga yuklab olishi mumkin. Bugungi video orqali esa mana shu qanday qilib yuklab olishni va ishlatishni birmuncha sizlarga ko'rsatib o'rgataman. Qisqa introdan so'ng biz videoroligimizni boshlaymiz do'stlar. Demak do'stlar, video ostidagi silkamamizni o'tib mana shu yetcolor.ru saytiga kirib olasizlar. Xo'sh, mana shu saytga kirgandan so'ng bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham ko'p bo'lgan bannerlar, tayyor bannerlar to'plami bor. Bu yerdan siz xohlaganingizni o'zingizga olib ishlataverishingiz mumkin. Mana bu yerda turli xil bo'limlari ham bor. Mana shu bo'limlardan ham o'zingizga kerakligini, o'zingizga yoqqanini tanlab yuklab olishingiz mumkin. Hozir men mana buni tanlayman. Xo'sh, mana buni 5720 ta odam yuklab olibdi buni. 47 razmer ekan hajmi. Xo'sh, video игрили banner. Xo'sh, buni mana bu skachatni bosib o'zimizga yuklab olamiz. Bu yuklab olgandan so'ng bu rar faylda bo'ladi. Biz buni albatta izvlech qilib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, hozir buni izvlech qilamiz. Okay. Va biroz kutamiz. Xo'sh, mana bu bizda izvlech bo'lib bo'ldi уже. Xo'sh, mana buni o'chirib tashlasak ham bo'ladi, уже rar faylda. Xo'sh, mana bunga kiramiz. Xo'sh, bunda PSD shu bannerni PSD keyin fonti bor. Xo'sh, telefondagilar esa mana bu tayyor bannerlar o'zining rasmi bor. O'shaga mana bu shriftini yuklab olib, bemalol o'zlariga ishlataverish mumkin. Mana bu oldidagi mana tayyor banneri bor. Paste text, shunday tekstsiz. Mana shu yerga boyagi shriftlardan foydalanib tekst qo'yib qo'yadi. Mana shu yerga shunday qilib telefondagilar ham foydalansa bo'ladi bundan. Xo'sh, hozir men kompyuterdagilar uchun tushuntirib o'tib ketaman. Avval mana bu shriftni o'zimizga ustanovka qilib olamiz. Xo'sh, endi mana bu PSD faylni ochamiz va bizda Photoshop formatda ochiladi. Xo'sh, mana Photoshop formatda ochildi bu banner. Xo'sh, mana ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, bu yerda biz tekstni almashtirsak bo'ladi, figuralar bor ekan va font. Xo'sh, biz tekst almashtirishimiz uchun T harfini ustiga bosamiz, tekstni va tekstga olib kelamiz. Va bu yerga o'zimizni tekstimizni kiritamiz. Mana shunday qilib o'zingizlarni tekstinglarni kiritasizlar. Sizlar ham va okeyni bosasizlar. Va endi biz bu tekstni biroz joyidan qo'zg'atamiz. Mana bu yoqqa olib qo'yamiz, o'rtaroqqa. Xo'sh, mana ko'rishingiz mumkin, chiroyli tekst bizda tayyor bo'ldi. Mana bannerni ham shunday qilib tayyorlab olasizlar. Telefondagilar esa boyagi tayyor fonga shunday tekstni o'zini yozib qo'ysanglar ham banner tayyor bo'ladi. Mana shu yerga mana bu fontdan foydalanib tekstda yozib qo'yaverasizlar. Bugungi video orqali qanday qilib tayyor bannerlarni o'zimizga yuklab olib ishlatishni ko'rib o'rganib oldingiz deb o'ylayman. Agarda videoroligimiz sizlarga foydasi tekkan bo'lsa, bir donadan like'ingizni ayamaysiz degan umiddaman. Agarda kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroq chog'ini ham chalib qo'ying. Shunday mening navbatdagi sizlar uchun foydali bo'lgan videoroliklarni o'tkazib yubormaysizlar. Keyingi videorolikimizda ko'rishguncha esa chao deb qolaman.